Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar, ustozlar, vaqtlarni ajratib, bugungi bizni jadidlar uchun ajratilgan yoki jadidlarni hayot uchun bir o'tkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimizni xush kelibsizlar. Avvalo, barchamizga ma'lum, o'zbek xalqi boy tarixga ega. Har bir davr o'ziga xos ilmiy, ma'naviy merosga ega. Shu o'rinda biz bugun tanlab olgan davr, ya'ni jadidchilik mafkurasi, jadidchilik merosi, jadidlar millat uchun, xalq uchun harakat qilgan va xalqni uyg'otishga, xalqni ma'rifatli qilishga uringan insonlarning hayotini bir qadar o'rganib chiqamiz. Va shu o'rinda davlatimiz siyosati, aynan prezidentimiz aytib o'tayotgan bugungi yangi O'zbekiston va Renessans, 3-Renessans davrini buyuk siymolarimiz, o'tgan tariximiz asosida qurar ekanmiz. Bunda jadidchilik harakati va jadidlarni qoldirgan merosini bugungi hayotimizga tatbiq qilish juda ham o'rinli. Demak, suhbatimizni boshlasak. Avvalo biz jadid deganda yangilik, yangi dunyoqarash, o'z davrini ma'rifatli va tom ma'noda uxlab yotgan xalqni uyg'otish, ilm-fan orqali Turkistonni, o'zbek xalqini buyuklikka olib chiqish masalasini oldiga qo'ygan odamlar tushunamiz. Avvalo, Turkistonda jadidchilik harakatini boshida turgan Behbudiy ijodiga murojaat qilsak. Marhamat, talabalarimizga, tinglovchilarimizga yuzlansak. Samarqandda ziyolilar oilasida tavallud topgan. U birinchi bo'lib savodini tog'alari va dadasidan o'rgangan. Madrasalarda, Samarqand va Buxoro madrasalarida tahsil olib, o'z bilimlarini yana ham oshirgan. Keyinchalik faoliyati davomida 8 oy chet el davlatlariga sayohat qilib, u yerdan turli xil madaniyatlarni, kitoblarni o'qib, yangi jurnallarni, maktablarni, usullarini o'rganib kelgan va Samarqandga qaytgach, yangi usul maktablarini ochilayotganini eshitib, unga o'z hissasini qo'shishni boshlagan. Geografiya, tarix va savod chiqarish bo'yicha bir necha kitoblarni nashr ettirib yozdirgan. 1908-yilda o'zini shaxsiy qiroatxona Behbudiy degan, keyinchalik Behbudiy deb nomlangan kutubxonasini tashkil etadi. U kutubxonada 2 smenada ish olib borgan, 6 dan 5 gacha, 6 dan kechki 11 gacha ish olib borgan. 1913-yil kitob holatida bosmadan chiqarishga ruxsat berilgan. Bu drama qisqa holatda 3 pardali, 4 manzarali drama hisoblanib, bu dramadagi asosiy voqea boy va farzandlar tarbiyasiga e'tiborsiz ota hamda maishatga, tarbiyasizlikka berilgan o'g'il haqidagi drama hisoblanadi. Mahmudxo'ja Behbudiy 15 yoshligida otasi Behbudxo'jadan qiroat sirlarini va Qur'on odoblarini o'rganib, hofiz Qur'on darajasiga yetgan ulamo hisoblanadi. U o'sha paytda imomlik darajasiga yetib olib, ko'plab masjid madrasalarda imomlik qilgan. Mahmudxo'ja Behbudiyning hayotini mazmuni millatni ravnaqi va xalqni ma'rifatli qilish edi. Men qo'limdan kelgancha Mahmudxo'ja Behbudiyni rasmini chizib kelishga harakat qildim. Mahmudxo'ja Behbudiyni qancha gapirsak, uni faoliyatini, uni ko'zlagan maqsadlarini gapirsak shuncha kam. Faqat u bizni shu ilm olishga undagan buyuk jadidimiz hisoblanadi. Mana kursdoshlarim ancha gapirishdi, men esa uni ayanchli yakuni haqida gapirib bermoqchiman. Mahmudxo'ja Behbudiyni 1919-yili favqulodda komissiya ayg'oqchilari yordamida Shahrisabz bekligida qo'lga olishgan. Undan keyin oradan taxminan 2 oy o'tgach Qarshiga keltirib zindonga tashlashgan. Bir necha kundan so'ng Qarshi begi Tog'aybekning buyrug'i bilan yordamchisi Nuriddinxo'ja Og'aliq Ahmadxo'ja o'g'li tomonidan zindon yaqinidagi podshohlik chorbog'ida vahshiylarcha o'ldirilgan. Mahmudxo'ja Behbudiyning qatl qilinganligi Samarqandda 1 yildan keyin ma'lum bo'lgan. Ungacha hech kim bu haqida og'iz ham ochmagan, hattoki oila a'zolariga xabar ham berilmagan. Abdurauf Fitrat, Abdulhamid Cho'lpon, Sadriddin Ayniy va boshqa shoirlar allomaga atab marsiyalar, turli she'rlar bitishgan. Mana mustaqillik yillaridan keyin Mahmudxo'ja Behbudiyning faoliyati chuqur o'rganilib, uni aslida
ijtimoiy siyosiy faoliyati ilmiy meros sifatida o'rganilib, uni nomi ulug'langan. Bundan tashqari prezidentimiz tomonidan buyuk xizmatlari uchun ordeni, Turkiston jadidchilik harakati otasi deb e'tirof etilgan. Shu kabi Mahmudxo'ja Behbudiy kabi jadidlarimizni mustaqillik yo'lida fido bo'lgan umri millat va vatan umri qadar boqiy deb hisoblaymiz. Behbudiy xalqi uchun o'z oldiga qo'ygan intilishlari va harakatlarini amalga oshirdi. Garchi qisqa umr ko'rgan bo'lsa-da, qarshiliklarga va yakuni shafqatsiz o'lim bilan tugagan bo'lsa-da, biz bugungi kunda avlodlar sifatida uni ijodini o'rganamiz va uni harakatlarini millat ravnaqiga qo'shgan harakat sifatida baholaymiz. Keyingi o'rinda Abdulla Avloniy ijodiga murojaat qilsak maqsadga muvofiq bo'lardi. Milliy pedagogika otasi bugungi kunda millatni tarbiyalashda, aynan tarbiya, axloq masalasida oldiga qo'yib o'z maqsadiga erishgan jadidimiz hisoblanadi. Marhamat, talabalarimiz tomonidan Abdulla Avloniy haqida fikrlarni eshitdik. Assalomu alaykum aziz ustozlar, magistrlar. Jadidlarimiz haqida yaxshi suhbat boshlab oldik. Abdulla Avloniy haqida gapiradigan bo'lsak, Abdulla Avloniy 1878-yilda Toshkent shahrida dunyo yuzini ko'rgan, dunyoga kelgan. Savdogarlar oilasida dunyoga kelgan ekan. Otasi shu bozorda chit, bo'z, surib material sotgan ekan o'sha davrda. O'ziga to'q oilaning farzandi bo'lgan ekan. Onasi Fatima, onasi uy bekasi bo'lib, otasiga qaralashib, farzandi shu Abdulla Avloniyni shu buyuk shaxs bo'lishiga sababchi bo'lgan ekan. 1904-yilda men asosan qilgan ishlari haqida gapiraman. 1904-yilda Usuli jadid maktabini ochadi. Keyin Toshkent davlat pedagogika universitetining mashhur taniqli pedagogi marhum Yusuf Tohiriy bu maktab to'g'risida maktab xotiralarida shunday jumlalarni keltirilgan edi. Pastakina hovlida 6 oy davomida barcha o'quvchilarni xat savodi chiqarilarmish. U yerda asosan jug'rofiya, hisob, tabiatni o'rganish kabi fanlar o'qitilar ekan. Qisqa muddat ichida Abdulla Avloniy va uning maktabi to'g'risidagi xabarlar butun shaharda shov-shuvga aylanib ketadi. Abdulla Avloniy 1907-yil 4-dekabrda ilk gazetasi Shuhrat nomi bilan bosmadan chiqadi. U bu gazetani o'z uyida Sapyorlar ko'chasida tashkil etadi. U asosan she'rlarida hijron taxallusi bilan ijod qiladi. O'z maqolalarida esa Mulla Abdulla Avloniy kabi taxalluslar bilan ijod qiladi. Bir qator fazilatlar, rostgo'ylik, halollik va eng ko'p tarbiyani e'tirof etgan. Shu o'rinda ushbu asardan parchani o'qib eshittirsak, endi ochiq ma'lum bo'ldiki, tarbiyani tug'ilgan kundan boshlamak, vujudimizni quvvatlantirmak, zehnimizni ravshanlantirmak va axloqimizni go'zallashtirmak lozim ekan. Tarbiyani kimlar qilur, qayda qilinur degan savol keladi va bu savolga birinchi uy tarbiyasi, bu onaning vazifasi. Ikkinchi maktab, madrasa tarbiyasi, bu ota, muallim, mudarris va hukumat vazifasidir deb javob bersak, bir kishi deyurki, qaysi onalarni aytursiz? Bilimsiz, bosh paxmoq, qo'li to'qmoq onalarnimi? Ular o'zlarida yo'q tarbiyani qaydan olib berurlar? der. Mana bu so'z kishining yuragini ezur, bag'rini yondirur. Xo'p, otasiga nima dersiz desak, qaysi ota? To'ychi, uloqchi, bazmchi, do'mbirachi, karnaychi, surnaychi. Ilm qadrini bilmagan, ilm uchun bir pulni ko'zlari qiymagan zamondan xabarsiz otalarni aytursizmi? Avval o'zlarini o'qitmak, tarbiya qilmak lozimdir der. Mana bu so'zni eshitgach, umid qo'llari qo'ltiqqa urilur. Va muallimchi desak, qaysi muallim? Maqsadi pul, maslagi shuhrat, yuqori maktablarda o'qimagan, usuli ta'lim ko'rmagan muallimlarni aytursizmi? Avval o'zlari dorul mualliminlarda o'qimaklari, so'ngra dars bermaklari lozimdir der. Mana bu so'z kishining yuragini ezar va shu o'rinda har kishining dunyoda oromi joni tarbiyat. Balki oxirida erur dorilamoni tarbiyat hamroh etar huru rizvonlari. Gar desam bo'lmas, hatto jannat makoni tarbiyat. Shukronaxon qizimiz tomonidan bizga qo'shiq tayyorlab kelingan va shu qo'shiqni ustozlarimiz yordamida birga eshitsak. Marhamat.
pedagogika fanlari bo'yicha fansidir doktori, dotsent bo'lganiga so'z berishdi. Biroz o'zini munosabatingizni ustoz. Assalomu alaykum, hurmatli magistrlar, ustozlar. Mana hozir ustoz Xudoybek domla tomonidan juda chiroyli jadidxonlik kechasi tashkil etilibdi. Juda xursand bo'ldim kecha taklif qilganingizda. Xudoybek avvalo sizga katta rahmat. Bunday tadbir uyushtirganingiz uchun. Mana hozir Behbudiy haqida, Abdulla Avloniy haqida chiroyli ma'lumotlarni berishdi. Aksamon qizimiz Avloniy haqidagi kitobdagi Hindistondagi keltirgan anaqalari, manbalari insonni to'lqinlantirib yubordi. Haqiqatan ham odamni tarbiyalash kerak, otani tarbiyalash kerak, muallim tarbiyalash kerak degan gaplar juda og'riqli nuqta. Abdulla Avloniy hammamiz bilamiz, O'zbek birinchi pedagog hisoblanadi-da, O'zbekiston, O'zbek davlati. Yoki bo'lmasa Mahmud Reza Behbudiy juda jadidlarni darg'asi eng kattasi hisoblanadi. Padar kuch birinchi drama yozgan odam, boyatilar Padar kuch yozgan. Teatr haqida juda chiroyli gaplar bor. Hozir esimga tushib qoldi. Teatr deydi, bu atrofi shisha bilan o'ralgan ko'zguga o'xshaydi. Unga kim kirsa o'zini ko'radi. Demak, teatr ibratxona deb birinchi ibratxona deb teatrga nom qo'ygan odam Mahmud Xuzibek bo'ladi. Qolaversa mana hamma sohada, ilm fan sohasida ijod qilgan odamki, hammasi jadid hisoblanadi. Faqat ularni men anaqam qarasa, mustabid tizim ularni rivojlantirmadi. Mustabid sobiq tizimni rivojlantirmadi. Bo'lmasa muzikantlar ham jadid bo'lgan, o'sha Hamzalar ham muzika yozgan, she'r yozgan, o'sha 1920-30-yillar, 24-yil bo'lsa kerak menimcha, Yangiyo'lda teatr truppasi tuzilgan. Teatr truppasi tuzilib, birinchi spektakllar Ashidda Hamzani birinchi asarlari qo'yilgan joy o'sha Yangiyo'ldagi teatr truppasi bo'ladi. Ashu jamoadan chiqqan Yunus Rajabiylar aslida Yunus Rajabiy juda ko'p sozandalar, Tafqurtasin Jalilov, Komiljon Jabborov juda ko'p muzikantlarimiz ashu teatrda shakllanib juda hozirgi kunda mana Yunus Rajabiy akademik qolgan ustozlarimiz hammasi buyuk kompozitor bo'lgan. Meni o'ylashimcha, ashu Shashmaqom ham 1953-yillarda bu yoqda notaga olinganda, 53-yilgacha Stalin davri bo'lgani uchun hech kim shu hatto muzikantlar ham Shashmaqomni notaga olishmagan. 53-yilda Stalin vafot etgandan keyin sal jadidlarga bo'lgan harakat keskin yumshayib, sekin-sekinmi yumshayib ijod qilishga, ya'ni insonlarni ilmni, ma'rifatni targ'ibot qilish kuchaydi deb o'ylayman. Ashu Hamza ham Abdulla Qohirlarni oladigan bo'lsa, keyin undan keyin rivojlangan. Ungacha Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Fitratda mana juda zo'r jadid bo'lgan. O'zbek muzikasi tarix haqida juda katta bizga meros yozib qoldirgan. Bu eskirib ketgan kitob, unda bir ikkita so'zlarni inson tushunmasligi mumkin. Lug'atini topib, tarjima qilinsa, haqiqatan ham juda katta foydalanadigan manba. Xudoybek sizga katta rahmat, juda chiroyli anaqa auditoriyada master klassni jadidxonlik kechasi tashkil qilganingiz uchun rahmat. Sizlar o'qishlarga, hammalarga omad, rivoj tilab qolaman. Salomat bo'linglar. O'z yo'lini millat uchun tutgan keyingi shunday buyuk siymon, Munavvar qori Abdurashid Xonov hayot haqida suhbatlasak. Munavvar qori 1878-yil 4-noyabr Toshkent viloyatida tug'ilgan. O'rta Osiyo jadidchilik harakatlarining yo'lboshchisi hisoblanadi. U shoir, yozuvchi, adib bo'lgan. Otasidan erta ayrilganligi sababli dastlabki ta'lim-tarbiyani onasidan olgan. Xo'p, 1903-yilda jadid maktablarini ochib, dars bera boshlagan. 1906-yilda ijtimoiy, siyosiy, madaniy hayotga aralasha boshlagan. Shu yili noshir va muharrir sifatida Xurshid gazetasini tashkil etgan. U o'tkir publitsist sifatida tanilgan. Misralarida islom dini, tarbiya, axloq, davlat idoralari masalalariga alohida e'tibor qaratgan. Munavvar qori jiddiy siyosiy masalalarga ham aralashgan. Shuning uchun mustamlaka hukumatlari tomonidan bir necha bor hibsga olingan. 1929-yili 6-noyabrda nohaq millatchilik bilan ayblanib qamoqqa olingan. Moskva qamoqxonalarining birida qatl etilgan. U vijdon erkinligiga qarshi bo'lmagan, dunyo demokratik davlati
tashkil qilishda o'zini jonini fido qilgan inson hisoblanadi. Munavvar qori Abdurashidxonovning ijodidan har kim o'tganini ko'rishi yo'q demoqchiman. Bir kishining otasi ko'p yashamish qaytarmish, soch soqoli oqarmish, bellari kuchdan qolmish. Non yeganda lablari burni bilan so'zlashur, choy ichganda qo'llari qaltirashib titrashur. Beli ikki bukilgan, yuray desa yurolmas, bir o'tirsa o'rnidan ko'tarmasang turolmas. O'g'il, kelin, nevara zerikdilar bu holdan, qutulmoqchi bo'ldilar bir ish qilib uch oldan. Kirib bir xilvat uyga so'zlashdilar uch o'g'lon. O'g'il bilan nevara qildi o'z fikrin bayon. So'zlar biroz cho'zildi, majlis uzoqqa ketdi. Navbat keldi kelinga, u ham o'z fikrini aytdi. Kelin dedi, sizlarning to'g'ri emas o'yingiz, eng yaxshisi sahroga olib chiqib qo'yingiz. Birov ko'mar o'ligin, ko'rmas bizni ko'zimiz. Mashaqqatsiz bu g'amdan qutulg'aymiz o'zimiz. O'z fikrini so'zlashda kelin usta yo'l tutdi. Bir og'izdan majlisda kelinning fikri o'tdi. O'g'il bilan nevara kun kech bo'lgach turdilar. Ko'tardilar u cholni, sahro sari yurdilar. Bir o'ringa yetganda so'zga kirdi o'sha chol, dedi. O'g'lim, so'zimga biroz endi quloq sol. Men otamni bir zamon bu o'rinda keltirib, tashlab ketgan chog'imda qolgan edi termulib. Navbat keldi o'zimga, sen ham meni keltirding. Men otamga na qilsam, endi menga sen qilding. Menga yarar shu o'rin, bir kun senga ham yarar. El aro bor bir matal, har kim ekkanin o'rar. Bu so'zlarni eshitgach, o'g'il ho'ngirab yig'ladi. Otasiga uzr aytib, xizmatga bel bog'ladi. Navbaroy ta'kidlab o'tganidek, Munavvar qori Abdurashidxonov ko'proq din, axloq, ilm va geografiya, ya'ni geografik jihatdan ham ijod qilgan. O'zi kitoblarida shu geografik jihatdan aytganki, Xitoy, Afg'oniston, Turkiya shu kabi bir qancha mamlakatlarning joylashuvini aniq qilib kitoblarda yozib ketgan va Munavvar qori Abdurashidxonov qariyb 100 yil oldin shunday Turkiston gazetasida maqolasi bo'lgan. U 1923-yil 4-mart chiqqan shu maqolani ozgina gapirib bermoqchiman. Biz endi o'z holimiz va o'z tariximizga boqsak, bir vaqtlar Avropa vahshiy edi, biz madaniy edik. So'ngra Avropa xalqi ma'rif va madaniylashdi va yetishdi. Biz esa tushdik va uxladik. Bugungacha Avropa xalqi osmonlarga uchar ekan, bizda soch soqol mojarolari. Avropa xalqi suv ostida suzar ekan, bizda uzun va kalta kiyim janjallari. Avropa xalqlarining, Avropa shaharlarining har tomonlari elektriklar bilan yoritilar ekan, bizda esa maktablarimizda geografiya, tibbiyot sohalari fanlari o'qitilishning mojarolari ketar edi, deb ta'kidlab o'tgan. Ustozlar sizlardan o'tgan musiqiydek qalbinglardan buyog'i ancha bir sovuq ter chiqib ketyapti bu gaplarda. Shu harakatlari agar o'sha paytda to'xtamaganida, oxiriga yetganda O'zbekiston yoki Turkiya xalqlar rivojlanishi, Amerikadan yoki Yevropadan ortda qolmagan bo'lardi. Hali ham kechmas, davlat rahbari hamma sharoit yaratib bergan paytda ularning ijodidan, ularning harakatidan ilhomlanib biz buni davom ettirishimiz kerak. Menimcha, Munavvar qori Abdurashidxonov haqida fikrlarimiz poyoniga yetdi. Xo'p, e'tiborimizni demak keyingi buyuk siymo Abdulla Qodiriy hayoti va ijodiga qaratsak. Abdulla Qodiriy 1894-yil 10-aprelda Toshkent shahrida dunyoga keldi. Abdulla Qodiriy dast avval 1904-yildan 6-yilgacha eski musulmon maktabida tahsil oladi. 1908-yildan 12-yilgacha rus tuzum maktablarida ta'lim oladi. Abdulla Qodiriy 1916-yildan 17-yilgacha Abul Qosim Shayx madrasasida tahsil oldi. Undan so'ng esa Moskvadagi adabiyot kurslarida ham o'qib ta'lim oladi. Abdulla Qodiriy dast avval Eski shahar ozuqa qo'mitasining sarkotibi, Oziq ishlar gazetasining muxbiri, Kasabalar shurosining sarkotibi bo'lib faoliyatini yuritadi. Abdulla Qodiriy 20-asrning yangi o'zbek romanchiligiga o'zining birinchilaridan bo'lib hissasini qo'shgan. Abdulla Qodiriyning mashhur romanlaridan O'tgan kunlar hamda Mehrobdan chayon romanlari juda ham mashhur bo'lgan.
va qayta nashr qilinib, qo'ldan qo'lga qo'yilmasdan mutolaa qilingan. Abdulla Qodiriy aytadiki, shu yaqin yillarga qadar bizning xalq turmushidan yiroq afsonalargina o'qib kifoyalanar edi. Shu afsonalar o'rni bosarli biron kattaroq realistik asar yaratishga niyat qilgan edi. Quvonib aytamanki, niyatimni yanglishmadim. Romanlarim o'zbek oilasiga chuqur singib kirdi va kitobxonlarni anavi afsonalar o'qishdan xalos etdi. Biz uchun qadrli bo'lgan jadidlarning orasida alohida iz qoldirgan andijonlik jadid Abdulhamid Cho'lpon ijodiga murojaat qilsak. Assalomu alaykum, hurmatli magistrlar hamda ustozlar. Men hozir Abdulhamid Cho'lpon hayoti haqida ma'lumot bermoqchiman. Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon 1897-yilda Andijon shahrida dunyoga keladi. Otasi savodli, diniy va dunyoviy ilmlarga ega bo'lib, Abdulhamid Cho'lponni bilimli bo'lishda juda ham katta rol o'ynaydi. Abdulhamid Cho'lpon yoshligidan avval eski maktabda, keyin esa jadidlar maktabida va keyin esa mustaqil o'zi ta'lim oladi. Va yoshligidan Cho'lpon va yana boshqa taxalluslar ostida bir necha she'rlar, she'riy to'plamlar yozadi. Hamda Abdulhamid Cho'lpon fors, arab va rus tillarini mukammal darajada bilganligi uchun sharq va g'arb adabiyotini ham chuqur egallagan va shu orqali rus tilini mukammal bilganligi uchun William Shakespeare hamda Aleksandr Sergeyevich Pushkinning bir nechta asarlarini tarjima qiladi. Abdulhamid Cho'lpon bilamizki, o'zbek romanlarining eng durdonasi bo'lgan Kecha va kunduz romanini ham yozadi. U romanda asosan ayolning og'ir taqdiri hamda eski davr va yangi davr to'qnashuvi haqida so'z yuritiladi. Abdulhamid bu o'zi Kecha va kunduz romani ikki qismdan iborat bo'lib, uni birinchi qismini yozib tugatadi va ikkinchi qismini esa yozib tugata olmaydi. O'sha o'limi tufayli yozib tugata olmaydi. Abdulhamid Cho'lpon 1937-yilda unga soxta bo'xtonlar tufayli, ya'ni millatchi, xalq dushmani degan soxta bo'xtonlar tufayli uni qamoqqa olishadi va 1 yildan so'ng qatl etiladi. Va shunda uni asarlari hamda o'zini nomini tilga olish ham man etilib, qat'iyan man etiladi. Lekin yaxshiyamki, mustaqillikka erishganimizdan so'ng Abdulhamid Cho'lpon butunlay oqlanadi hamda asarlari qayta nashr etiladi va bugungi kunga qadar maktablarda, oliy ta'limlarda Abdulhamid Cho'lpon va boshqa jadidlar oqlanganligi tufayli uni hayoti, asarlari biz o'rganib, talabalar tomonidan o'rganiladi va hamda biz uchun yorqin namuna bo'ladi. Qorong'u kechada ko'kka ko'z tikib, eng yorug' yulduzdan seni so'raymen. Ul yulduz uyalib, boshini bukib aytadir, men uni tushda ko'ramen. Tushimda ko'ramen shunchalar go'zal, bizdan-da go'zaldir, oydan-da go'zal. Ko'zimni olamen oy chiqqan yoqqa, boshlaymen oydan-da seni so'rmoqqa. Ulda aytadir bir qizil yanoqqa, uchradim tushimda ko'milgan oqqa. Oqqa ko'milganda shunchalar go'zal, mendan-da go'zaldir, kundan-da go'zal. Erta tong shamoli sochlarin yozib, yonimdan o'tganda so'rab ko'ramen. Aytadir bir ko'rib yo'limdan ozib, tog'u toshlar ichra izlab yuramen. Bir ko'rdim men uni shunchalar go'zal, oydan-da go'zaldir, kundan-da go'zal. Ul ketgach kun chiqar yorug'lik sochib, undan-da so'raymen sening to'g'ringda. Ulda uyatdan berkinib qochib aytadir, bir ko'rdim tushdamas o'ngda. Men o'ngda ko'rganda shunchalar go'zal, oydan-da go'zaldir, kundan-da go'zal. Men yo'qsil na bo'lib uni suyib men, uning uchun yonib men, yonib kuyib men, boshimni zo'r ishga berib qo'yib men. Men suyib kimni suyib men? Men suygan suyukli shunchalar go'zal, oydan-da go'zaldir, kundan-da go'zal. Cho'lpon kim? Cho'lpon biz. Abdulla Avloniy kim? O'sha Abdulla Avloniy biz. Shu o'rinda davramizda turgan ustozlarimiz, aynan Andijon davlat pedagogika instituti dotsenti Toshtemir Qobiljon ustoz tomonidan Cho'lpon ijodidan Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar,
aziz jamoadoshlar, hurmatli magistrlar, katta qurollanayotgan, ilm bilan qurollanayotgan, kelajakda mana shu zamonda jadidlar sizlarda endi. Hammanglarni mana shu bugungi shu tashkil etilgan ijodiy kechaligimizmi yoki jadidshunoslik bir kechasini jadidxonligi kechasini deymiz. Bu juda ham katta yutuq. Xudo berdi domlaga juda katta rahmat. Mana hozir jadidlarimizni hayot va ijodini o'qigan bo'lsak ham baribir jonli ravishda eshitish tinglash ham boshqada. Hozir har bitta asarda biz Xudo berdi domla bilan ko'rishganimizda falsafiy tahlilni qilib ko'ramiz. Bu asarda eshitdingizmi, manaqa so'zi bor ekan deydi. Ha, eshitib ko'rdim, keyin tahlil qilamiz. Hozir hamma aytilgan jadidlarimizni hayoti va ijodini bitta katta e'tibor beradigan bo'lsak, ustoz, hammasi birinchi diniy bilimni juda chuqur egallashgan. Va dunyoviy bilimni shuni yoniga, misol uchun uzukka ko'z qo'yganlik qilib, zargarlik qilishgan ekanda, bunday qilib aytganda. Ularning asarlarini endi qo'shtirnoq ichida, kosani ichidagi nimkosalikda yozgan asarlarini ichida hammasida bitta falsafiy nuqta bor. Mana shu nuqtalarni bugungi kunda topish fanga, ilmga, umuman hayotimizga juda katta yordam bersa kerak. Bundan biz to'xtamaymiz. Ijodiy faoliyatimizni ham bevosita bog'laymiz. Hozir talabamiz o'qidi, shu Abdulhamid Sulaymon Cho'lponning go'zal asarini o'qidi. Men buni eshitdim va ustozlar ijro qilgan holatlari ham bor. Eshitib endi ancha bo'lgandi bu asarga ko'z tashlamaganimga. So'zlarni tahlil qiladigan bo'lsak, shu falsafiy, ishqiy ilohiy uni mana Xudo berdi domladan iltimos qilamiz. Birga ustozlar bilan o'tirib buni ma'naviy, falsafiy jihatlarini, ishqiy ilohiy tomonlarini bir o'tirib keyin tahlil qilamiz. Shu asarni hozir ijro qilib beraman endi. Musiqasi bilan, baribir san'at bilan falsafa har doim nima yonma yon yuradi. Eshitsa, she'r qilib eshitsangiz boshqa dunyo, musiqa orqali eshitsangiz yana boshqa dunyo. Marhamat.
Biz yürüyenler beni sürmeyen Bizga suyukli shunchalar go'zal Allohga bo'lgan muhabbatini qanaqa qilib tasvirlab beradi. Bu hali mana qizga emas, yo uka emas, men onamga emas, onasiga emasdir u o'zini, to'g'rimi? Yoki sevgan qiziga emasdir, 12 yosh bo'ladi, qanaqa qilib sevgi bo'ladi? Bular shu diniy ilmi chuqurligidan va diniy ilmni qadar o'rgangan. Qur'on o'z tarbiya-ku, to'g'rimi? Birov 30 olib hali 30 olib dars oladigan xonasi bo'lmagan. Bu paytda arab alifbosini bilgan odam Qur'onni o'qib, shu o'zi tarbiya, shu tarbiyada Qur'onda ham 10 ilmni yuksaltib degan joyi bor. Hamma oyatda ham iqror keladi. Shu o'rgangan natijasida men uni o'rgansam, o'sarkan deb turib, dunyoviy ilmni o'rganishga harakat qilishga dalillar. O'ziga Rambam keyingi o'rinda Sadriddin Ayni hayoti va ijodi haqida to'xtalamiz. 1878-yilda Buxoro amirligida tavallud topib, uning oilasi o'zi ziyolilar oilasi, o'zi dehqon oiladan chiqqan bo'lsa ham, otasi juda ham ziyoli inson bo'ladi. U farzandiga shu darajada ahamiyat beradiki, uni maktabda o'qish, savod chiqarishni juda ham xohlaydi. Bu narsani Sadriddin Ayni o'zini eski maktab degan qissasida ham keltirib o'tgan. Ya'ni unda otasi dehqonchi bo'lgan bo'lsa-da, uni o'qish uchun uni mukofot tarzida sen shu narsani tugatsang, shu ilmni tugatsang, senga mana bu narsani olib beraman deb shu yo'l bilan o'sha farzandini qiziqtirishga harakat qilgan buyuk siymo bo'ladi otasi ham. Ammo eski maktab qissasini o'qiganimda juda ham ajablandim. Sababi u qissada shunaqa holat keltirilyaptiki, maktabga borgan yosh 6 yo 7 yashar bola umuman jang maydoniga tushib qolganini aytadi. Ya'ni bunda u yerda ilm, ta'lim bo'lmaydi. U yerda tirik qolish eng asosiy kasb amal bo'ladi. Sababi mulla u yerda o'zini dars o'tishni o'rniga o'zini ishlar bilan band bo'ladi. Uni o'zini o'ng qo'l nisbatan yoshi kattaroq shogirdiga beradi. Mulla bo'lsa, o'sha shogird bo'lsa, mulla yo'qlik paytida u hamma o'quvchilarni bir-biri bilan janglashtirishga, urushishga buyuradi. Shu to's-to'polonlar ichida u savod chiqara olmaydi. 3 yil ta'lim oladida, eski maktabda savod chiqara olmaydi. Natijada dadasi kelib, "Qani nimani o'rganding farzandim?" desa, hech narsani aytib bera olmaydi. Shunda otasi, "Ke o'g'lim, men o'zim o'rgataman" deydi-da, o'zini bilgancha bilimini beradi va keyinchalik uni otin bibaga berishadi. Ya'ni ayollarni o'qitadigan madrasaga beradi. Ammo u yerda ham deyarli savod chiqara olmaydi. U oilada ham otin bibi ham kerakli bilimni bera olmaydi. Otin bibi o'zini uy ishlarini qildiradi qizlariga, ovqat pishirtiradi, lekin u yerda ta'lim bermaydi. Ana shunda aytayaptiki, Sadriddin Ayni, "Men 4 yil ilm olgan bo'lsam-da, lekin savod chiqara olmadim" deyapti-da. Shu narsani eski maktab nomli qissasida keltirib chiqar, juda ham hayron qoldim. 4 yillik umr besamar ketganda, keyingi asarini yana asarlar timsolida gapiraman. Sababi Sadriddin Ayni o'zini hayotini asarlarga bag'ishlagan, o'zini hayotini asarlar orqali ko'rsatishga harakat qilgan. Keyingi asari Sudxo'rning o'limi deb nom bergan. Bu o'zini Buxoro amirligidagi o'sha nisbatan yuqoriroq ilmni o'rganayotganda, madrasada ilm olayotgan paytida hayotini nima qilib bergan. Sadriddin Ayni o'zini hayotini keltirsak, juda ham ayanchli. Buxoro amiri Said Olimxon, oxirgi amir, uni ukalarini o'ldirtirib yuboradi. Sababi uni Sovet ittifoqiga a'zo, ya'ni o'shanga ish qilyapti deb o'zini ukalarini o'ldirgandan keyin Buxoro amirligiga juda ham qattiq nafratda bo'ladi. Lekin u narsani qilmagan. Undagi eng asosiy vazifa o'zidan kelib chiqqan holatda kichkina farzandlarga bilim berishga, yangi maktab usullarini yaratishga harakat qilganligini bu Said Olimxon tushunmaydi. Natijada u o'zini yanada ham o'sha Amir Olimxonlikka qarshi kurash juda ham ko'p asarlarida o'sha Amir Olimxonni ijod nimasiga juda ham kuchli felyetonlar, pyesalar, asarlar yozadi. O'sha Sudxo'rning o'limida ham o'zi imom bo'ladi.
judayam katta imom, ammo judayam kuchli sudxo'r bo'ladida. Qisqacha aytganda, u hatto o'zini oilasiga ham pul bermaydida, o'zini oilasidan ham manfaat qidiradigan bir imom timsolida gavdalanadi. Bitta qisqacha jayni aytib beraman, sababi judayam ta'sirlandim. Shunaqa oilalar hozirda ham borda. Shuni aytmoqchiman. Ya'ni sudxo'r u imom har yili uyda ovqat pishiriladimi desa, ayolim dedi menga 2 marta yilda ovqat pishirib beradi, osh pishirib beradi deydi. Qachon desa, o'sha imom ya'ni o'sha marosim bo'lar ekan, Qur'on xatm qilish uchun ayollar pul berar ekan, borib o'sha yerdan menga imomni olib kelib berasan deydi. Xo'p deb o'shanga 6 ta tanga o'zini davrini tangasini berganda, u o'zini 6 ta xotinlar bergan 6 tangadan 2 tangani urib qolib, imomlarga 4 tanga beradi va o'shalar olib kelgandan keyin ular Qur'on xatm qilib bersa, o'shandan eneki u osh yer ekan. Natijada keyin bu yerdagi insonlar ko'rib, nega bunday qilasiz desa, men hatto o'zim oilamga ham bu shu narsani qizg'onaman dedi. Bitta gugurtni bir kunda ishlatishga ruxsat berar ekan, sababi o'sha gugurt bitta yoqilgandan keyin qayta ulanib qilish kerak ekan. Bitta gugurtdan boshqa ishlatishga ruxsat bermagan, shu darajada sudxo'r inson. Ammo u kim degan savol tug'iladi. U imom. Qur'onni bilgan inson imom, lekin u shu ish qilayotgan ishi umuman vazifasiga to'g'ri kelmaydi. Shuni aytib o'tmoqchiman, Sadriddin Ayni juda ham satirik, yozuvchi, shoir, akademik inson bo'lgan ekan. Ustozlar va magistr talabalari, men Ishoqxon To'ra Ibrat haqida gapiradigan bo'lsak, faoliyati keng, shoir, olim, noshir, pedagog, sayyoh va din arbobi deb ta'kidlashimiz mumkin. Ishoqxon To'ra Ibrat asl ismi Ishoqxon bo'lib, Ibrat uning adabiy taxallusidir. Ishoqxon To'ra Ibrat milodiy 1862-yili Namangan yaqinidagi To'raqo'rg'on qishlog'ida tavallud topgan. Uning oilasi ziyolilar oilasidan bo'lib, nasl jihatdan Ahmad Yassaviyning avlodlaridan bo'lgani o'zining asarlarida bitib namoyon qilib ketgan. Bobosi o'sha paytlarning mahalliy qozilardan bo'lib faoliyat yuritgan. Otasi esa dehqonchilik va bog'dorchilik orqali oilasini daromad keltirib boqadi, lekin she'riyat va adabiyotga qiziqishi tufayli xodim taxallusi bilan she'rlar mashq qiladi. Onasi Huri bibi o'z davrining aqlli, oqila ayollaridan bo'ladi va o'z maktabida qishloq qizlariga tahsil beradi. 1870-yilga kelib, otasi Junaydulla xo'ja vafot etadi va u birinchi bo'lib maktabini qishloqdagi hijov usulida o'qitiladigan maktablarga tahsil oladi. Lekin u joyda uning savodi chiqmaydi. Onasining qizlar maktabida o'z savodini chiqarganini o'z asarlarida yozib ketgan. 1878-yilga kelib Ishoqxon Qo'qondagi Muhammad Siddiq Tunqotar madrasasiga o'qishga kiradi. O'qish bilangina cheklanib qolmaydi. U o'qish davomida rus, fors va arab tillarini mukammal o'rganadi. Ibrat domlaning el yurtimiz taraqqiyotiga qo'shgan hissalari, ya'ni muzokarona xizmatlari o'z davrida va bugungi kunda ham haqiqiy ibrat bo'la oladigan yo'ldir deb aytib o'tganlar. 1886-yil Buxorodagi savdogarlar oilasida dunyoga kelgan chaqaloqqa Abdurauf deb ism qo'yiladi. Muqaddas dinimiz islom dinida aytilishi bo'yicha har bir chaqaloq, har bir inson tug'ilganda o'z fitrati bilan sof holda dunyoga keladi. U insonni yashash muhiti, qanday muhitda yashashiga qarab, u inson yoki yaxshi yoki yomon tarafga qarab o'zgaradi. Shundan kelib chiqib, Abdurauf Fitrat yosh yigitlik chog'ida haj safariga boradi. Shu paytda o'ziga bir ahd qo'yadi. Ya'ni aytadi, butun bir umrini pokiza, rizqini halol saqlash maqsadida doim vijdon amriga bo'ysunib, vatani uchun sodiqlik bilan xizmat qiladigan shaxs bo'lay deb niyat qilgan holda o'ziga fitrat, ya'ni sof deb taxallus qo'yadi. Demak, Abdurauf Fitrat jadidchilik harakatining mafkuraviy bir timsoli sifatida asoschilaridan biri hisoblanadi. Turkiston xalqini ilm, fan, zamonaviy ta'lim orqali
dunyo ko'rishiga uyg'otish g'oyasini ilgari surgan hisoblanadi. Abdurauf Fitrat shu bilan birgalikda ayol qizlar o'qishi, ayollar uchun maktablar tashkil etish va shu bilan insonlarni erkin fikrlashi, o'z milliy tilini o'rganishini ilgari suradi. Bundan tashqari Abdurauf Fitrat xalqni jaholatdan qutqarish va uni erkin holda ozodlikda ko'rishda orzu qilgan insonlar sifatida taniymiz. Eng achinarli holat 1938-yilda boshqa jadidchilar singari millatchilik va xalq dushmani sifatida ayblanib qatag'on qurboni bo'ladi, otib tashaladi. Bundan keyin mustaqillikdan so'ng barcha jadidlarimiz oqlanadi, ularni barcha manbalari, hayoti, hamma narsasi qayta tiklanadi, adabiyotlari bizga qayta kiritiladi. Mustaqillikdan so'ng biz o'z boboyimizni tan oldik, o'z bobolarimizni tanidik va hozirgi kunda adabiyotlardan keng foydalanyapmiz. Assalomu alaykum aziz ustozlar, talabalar. Men Fitratni nasriy asarlari haqida gapirib bermoqchiman. Fitratning nasriy asarlari dastlab Turkiyada fors tilida chop etilgan. Bu asarlari Hindistonda bir farangi bilan buxorolik bir mudarrisning jadid maktablari xususida qilgan munozarasi birinchisi va Hind sayyohi. Ushbu to'plamlar so'ng Toshkentda o'zbek tilida chop etilgan. Hammamizga ma'lum, ko'pchiligimizga ma'lum bo'lgan Hindistonda bir farangi va mudarrisni qilgan munozarasi asosan bizni islom dinimiz haqida munozaralar ketsa, Hind sayyohi qissasida esa 3 ta tabaqa vakillar, ya'ni umaro, ulamo va fuqarolar haqida tasvirlanadi. Eng achinarlisi bu qissani o'qimasdan ba'zi haligi joylarini o'qimaslikda ilojisi yo'q. Shuning uchun qisqacha tasavvur hosil bo'lish uchun ozgina joylarini o'qib bermoqchiman. Turkistonliklarning ko'pchiligi bu yerda tahsil ko'rganligi tufayli Buxoroliklarga ergashib jaholat va g'aflat botqog'iga botdilar. Oqibatda madaniyat osmonining porloq yulduzi, insoniyat kitobining turli sahifasi bo'lgan Turkistonni do'st dushman oldida uyatli bir holga yetkazdilar, halokatga mubtalo etdilar. Bu iboralar ulamolarga nisbatan keltirilgan edi. Endi umarolar deb mahalliy hokimlarda nazarda tutilgan va ularga shunaqa ta'rif berilgan. Bechorayu baxtbaxt xalqning mol, jon, arz, nomus va sharafini qadrsizlarcha paymol etdilar. Ushbu qisqacha iboradan bilishimiz mumkinki, har doim hokimiyat vakillari, ya'ni hokimlar o'zlarini nafsi quliga aylanganda oddiy xalq, bechora xalqni holidan har doim xabardor bo'lmagan, arzodini eshitmagan, har doim o'zini manfaatini yuqori qo'ygan. Fuqarolarga nisbatan ta'rifda bu bechoralarda ayb yo'q. Ular har tomonlama qobiliyatlidirlar. Shunchaki buni o'zlari bilmaydilar. Oddiy insonlar, lekin bularning ichida qanchadan qancha hozirgi mavzuyimizga oid jadidlar, qanchadan qancha shoirlar, eng yuksak ma'naviyat egalari bor edi, lekin bularda yuksalishiga yo'l qo'yilmagan o'sha davrlarda. Ularning yana bitta shoh asari bu Abdulfaizxon dramasi. Ushbu drama tarixiy drama asosida, ya'ni tarixiy voqea asosida tasvirlangan va bu yerda Ashtarxoniylarning sulolasining so'nggi vakili Abdulfaizxon davlatining tanazzuli hamda mashhur Eron shohi Nodirshoh yordamida Buxoroga mang'it amirlarning hokimiyatga kelishi bu yerda tasvirlangan. Afsuski, Ashtarxoniylar sulolasining oxirgi vakili Abdulfaizxon ham yuqorida aytgan vatanparvar, insonparvar, ya'ni xon bo'lishiga qaramasdan o'z xalqini manfaati yo'lida xizmat qilish o'rniga sodda qilib aytganimizda yengil tabiat
maishatga berilganligi sababli ushbu amirlik, ya'ni sulola tanazzulga yuz tutgan va shundan boshqa nima deydi, millat vakillari foydalangan va bu o'ta katta drama millat uchun fojiali bir yakun deb hisoblasak bo'ladi. So'zimni oxirida men iftiratni shu hayotiy faktlar bilan yakunlamoqchiman, chunki bundan o'zim juda ham ta'sirlandim. Milih yulduziga degan she'ri bor iftiratni. Bu she'rda xuddi shu yuqorida aytganimizdek vatanparvar, xalqparvarlikni haligi unutgan sotqinlar. Chunki hozirgi davrda ham, hozirgi zamonimizda ham bunaqa insonlar uchraydi. Va shu fakt bilan taqqoslaganimda shunchaki bu she'rni o'qisak, ta'sir kuchi unaqa darajada bo'lmas edi. Bitta fakt keltiraman. Fitratning qizi Sevargul hozirgi kunda hayotni men shu video ko'rsatuvni ko'rganimda u o'sha paytda 2023-yilda 93 yoshda ekan, lekin xotiralarini gapirib berganda otasi to'g'risida birinchi hibsda Fitrat uy hibsida bo'lgan ekan. Ikkinchisida 3 kunga olib ketishgan ekan, 3 kundan keyin qaytib kelishgan ekan. 3-chi hibsda olish nimasida kechqurunda devordan oshib tushib uyiga. Shunga qo'lidan hibsga olib, kishanlab olib chiqib ketishgan ekan. Shu ketgan barvarida qaytib kelmagan ekan. Endi shu fakt bilan hozirgi she'rni solishtirganimizda achinarli, bevosita xohlasak xohlamasak yuraklarimiz larzaga keladi. Demak, buni hibsga olishda ham o'zini teng nima deydi, vatandoshlarining qanchadir darajada hissasi bor deb o'ylayman. Afsuski, ko'p jadidlar kabi Fitratning ham hayoti fojiaviy yakun topgan. Lekin biz hozirgi mavzuyimizda nima deydi, dolzarb mavzu sifatida qabul qilib, Fitrat avlodlarimiz va bularni yo'lini albatta davom ettirishimiz bizni ham qarzimiz deb hisoblaymiz. Rahmat. Shu o'rinda Iqbol Mirzoni jadidlarga atalgan go'zal she'r bor. Taqdir etayotgan qizlar, yigitlar sohilda sayr qilib atir yurtdilar. Xayolchan boqadi g'oziy shahidlar, jadidlar yetishmayapti, jadidlar. Shaxsiy namuna yo'q, chunki ibrat yo'q. Olimlar juda ko'p, bitta Fitrat yo'q. Shu sabab majol bor, kuch bor, ibrat yo'q. Jadidlar yetishmayapti, jadidlar. Ular g'isht qo'ygan, biz toshlar otamiz. Ular so'z yiqqanlar, biz gap sotamiz. Ular kun kutgan, biz oylik kutamiz. Jadidlar yetishmayapti, jadidlar. Tavallo, Qodiriy, Cho'lponlar qayda? Hamzaxonlar qayda? Usmonlar qayda? Og'izlar juda katta, yuraklar mayda. Jadidlar yetishmayapti, jadidlar. O'shalar bizlarni bobolarmikan? Bizlar o'zlarida to'g'rilarmikan? Bizni nabiram deb tan olarmikan? Jadidlar yetishmayapti, jadidlar. Ular maktab qurgan, biz uy quramiz. Ular g'oya surgan, biz o'y suramiz. Yoppa tomoshabin bo'lib turamiz. Jadidlar yetishmayapti, jadidlar. Qotog'on davr edi, qattiq qotog'on. Otilib chiqqanni shartta otog'on, bugungi yil tuya yotog'on. Jadidlar yetishmayapti, jadidlar. O'ziga kelmaydi o'zdan ketganlar. Ixlos qo'yib shayton dumin tutganlar, qani yur deb o'zini unutganlar. Jadidlar yetishmayapti, jadidlar. She'r avjida birdan qalam sekinlar. Buyuk ustozlarim nima derkinlar? So'nggi jadid edi Abdulla Elkinlar. Jadidlar yetishmayapti, jadidlar. Ufqqa urilib qaytib kelgan u. Mening yuragimni teshib o'tgan cho'q muallimlar, serob avloniylar yo'q. Jadidlar yetishmayapti, jadidlar. Ta'lim tarbiyani najot qilganlar, ilmiga o'zlari amal qilganlar, qarang, amal deb o'z joni yurganlar. Jadidlar yetishmayapti, jadidlar. Maisha, to'y hasham, bosh maqsad hamon. Gapdan boshqa gap ham bor, ey qadrdon. Hamma zamonda ham kelmayapti zamon. Jadidlar yetishmayapti, jadidlar. Zanglagan zehnini charxlab beradigan, umrim savdosini narxlab beradigan, Ushbu she'rga sharhlab beradigan jadidlar yetishmayapti, jadidlar.
ustozlar vaqtlarni ajratib bizni davra suhbatimizga kelgandan shu bevosita yordam berib yonimizda turgani uchun tashakkur. Jadidlar yana uyg'onyapti. Jadidlar yana uyg'onyapti va ustozlar demak ilm yo'lida Murod aka mana Qobil akam ustoz ilm yo'lida avvalo sizdek talabalarni o'qitish, ularga to'g'ri yo'l ko'rsatish uchun biz to'xtamayapmiz. Mana dotsentlik ilmiy unvoni, ilmiy daraja, fan doktorlik ilmiy darajalari va albatta biz ham havas qilamiz o'sha buyuk jadidlar kabi millatni otalariga aylanish. Va bu sizlar shogirdlarsizlar. Shu fursatdan foydalanib, avvalo shu kitobni o'qib, o'rganib, jadidlar hayotini o'rganib, o'zingizlarning hayotlariga tatbiq qilganingiz uchun va hammalarga minnatdorchilik bildiraman. Mana zo'r juda chiroyli tadbir bo'ldi. U nimadan dalolat beradi? Mana tadbir zo'rligi, auditoriyani zo'rligi. Endi hamma ishtiyoq bilan o'tirdi. Men gapirsam, hammada xayrixohlik bor. Chunki bu jadidlarni o'rganmaslik iloji yo'q. Prezidentimiz to'g'ri juda katta aniq qo'ydi. Jadidlarni narsasini o'rgangan holda 3-renessansda biz o'zimiz foydamizni tekkizaylik. 3-renessans bo'lishida deyapti-da. Shu 3-renessansni siz qurasiz, biz qilamiz. Ilm bilan, o'zimizni bilimimiz bilan bu sekin-sekin bosqichma-bosqich o'tadigan narsa-da. Mana bizdan oldingi o'tgan ustozlar hamma mustaqillik ilk boshida anaqa davrda yashagan olimlar, shoirlar, hammalar anaqasi, fuzarolar, hammasi ularning hammasi jadid. Ularning ishini sekin-sekin biz davom ettirsak, bizdan keyingi avloddan haqiqatda 3-renessans 2000-yildan bo'lgan ekan degan narsani gapiradi. To'g'rimi? Juda maroqli tadbir bo'ldi. Hammalarning ishtirokchilari uchun xursand bo'ldim. Muzikantlar, boshqa soha mana boshqa yo'nalishlarda tasvir san'atida ishtirok etgan. Juda ko'p xursand bo'ldim. Hamisha shunaqa ijtimoiy faol bo'linglar. Bu ham bitta ijtimoiy faollikning bitta ko'rinishi bu ham. Hammalarga omad tilayman, salomat bo'linglar. Haligi ikki dunyo saodati degan narsa bor, endi eshitganimiz. U yoqda so'rarmen ekan ilmga ajratilgan vaqtda. Chunki bu yerda o'tirgan siz bilan biz baxtlimiz bugun. Chunki mana shunaqa tinch yurtda, mana shunaqa yaxshi insonlarni, yaxshi fazilatlarni xotiraladik, ularni yaxshi fazilatlarni, asarlarini bugungi kundagi dolzarb mavzu ekanligini o'rgandik. Ve o'zimga juda katta baho oldim, nima deydi, ijod oldim sizlardan. Sizlarning o'qish ishlaringizga kattadan katta muvaffaqiyat, zafarlar, har doim sog' bo'linglar, shunaqa qilib ilmdan, ijoddan to'xtamanglar. Rahmat.